sayohat qilishga birinchi marta keldim. Nimagadir bugun YouTube video olish esimdan chiqib qoldi. Shuning uchun faqat bugungi kundan video kadrlarni Reels variantida qo'yishimga to'g'ri kelar ekan. Polis ehtiyot qiling. La fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto no de nada. Dime si vienes a mi cama. La fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto no de nada. Dime si vienes a mi cama. Dime qué es lo que pasa, vente pa' mi casa. Yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi, perder el control contigo. Dime, yo te digo, papi, ay papi, ay papi. Ay, contigo yo me pierdo, como un topo me tienes dando vueltas, baby, dando vueltas, baby. Déjame sentirte suavecito así, déjame sentirte suavecito así. Pégate a un ladito de mí, pégate a un ladito. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. En la fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa. Yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi, perder el control contigo. Yo te digo, papi, ay papi, ay papi. Ay, contigo yo me pierdo, como un topo me tienes dando. akaziycha oxirgi darsimiz bo'lgan ekan, bilmabman. Kimda dekabr boshida dars univers tugadi. O't bizada.
Uniyerilardan video oladigan ekansizlar. Univер уже tuga bo'ldi. Iloji yo'q. Endi kanikulda kelib video olamiz, xudo xolasa. Juda ham sovuq bo'lyapti. -gradusga ham tushib ketyapti, minuslarga. Yana tog'da ustida univerimiz, nereально. Univerimiz boy univer, ko'ryapsizlarmi? Shaxsiy avtobuslari ham bor. Shaxsiy liftlarimiz ham bor. 안녕하세요. 차가 늦었다요. 기말고사 나오는 위주로 준비한 감사의 말. 이게 누구냐면 서태지와 아이들의 첫 노래입니다. 첫 번째 노래. 많이 했죠. 네. 많이. 지금은 지겨울 때는 지금 되게 위에 있거든요. 탑에 올라가 있어요. 그럼 이걸 유지하면서 갈 것이냐, 아니면 다운 돼서 사라질 것이냐, disappear. 멀어지지 않을걸요? 왜냐면 지금 새로운 외국인 아이들 그룹도 많이 생기니까 더 올라갈걸요? 계속 올라갈 것 같습니다. 근데 지금처럼 아니고 약간 그래서 그냥 수준을 유지할 것이냐, 네. 계속 살아있을 것이냐. 네. 서방은 있을 것 같아요. 계속 있을 것 같아요. 이거 사라질 수 없을걸요? 사라지진 않을 것 같아요. 한국 문화에는 책거리라는 문화가 있습니다. 책거리가 뭐냐? 책을 걸어. 작년 12월 2일 날 제가 수업을 하다가 저희 아버지가 돌아가셨어요. father passed. 그래서 우리 몇 명 학생이 그때 같이 수업을 들었어요. 그래서 내가 수업을 하다가 전화 받고 갑자기 돌아가시더라고요. 12월 1일인데 12월 1일 딱 이때예요. 오늘 10월 4일. 책거리 겸 저희 아버지 돌아가신 1년 기념 큰건 아니고 과자. 마음이 너무 자, 슬픈 얘기지만 슬픈 이야기입니다. 감사합니다. 슬픈 이야기지만 또 기쁜 이야기입니다. 시연이 안 맞아요. 시연이 시연 때 아니 없어. 오늘 끝이야. 자. 마지막 날이다. Что это? Манты? Итак, мы идем кушать. 마다 다르게 사용합니다. 그러니까 우즈베키스탄하고 한국에서 거래는 숙교 사용합니다. 볼 수 있습니다. Prezentatsiyani avaki ana 여기는 오스요 GC. Sening ovqatlanishga emas, dars qilishga kelgan do'stlaring. Menga YouTubedan yozishibdi. Koreys tilini qayerdan o'rgansam bo'ladi deb. Nima maslahat berasiz? Rufina stadiyaga xush kelibsiz deb qo'y. Pichegani faqat ukam bilan kelaman. Sababi boshqa konfet berar ekan. Xuddi o'zimiz sotib ololmaydigandek shu konfetga uchdik. Ochib bering endi. Bizning oilaviy blogni redaktoriyasi qilgani ketolmay. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
you. We're here to celebrate. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn it up. 운명을 건 거대한 전쟁. You want to spread your fire. You need me. Maybe we'd even see that what makes me me, and you can make us even stronger. And with hard work. Фильм. И знаете, что было очень интересно, конечно, будто бы на появление шпагандай буду. Но это у меня не первый раз, конечно же, фильм, но когда я в 4D в Сеуле была на новой премьере «Аватара», вот это было просто незабываемо, говорю, оно прям худо больше фильма чек шпагандай. Ну, в этот раз хотя бы что-то. Yo'ldan ko'ra bordik-ku, было интересно. Mana shu man juda ham yaxshi ko'raman. Bir oy naqd ishlari o'sha bor, ishoning. Mana yaqin atrofda. Hello. Hi. Bu mana yakuniy videom bo'ladi. Bu haftani ichiga. Bir hafta davomida 2,5 dan videolar oldim. Bugun esa oxirgi kunim ishxonada. O'tgan hafta oxirgi kunimda bu hafta iltimosga chaqirishgan edi. Потому что kompyuterda hamma narsam qolib ketgan. O'chirish kerak edi. Plus настройкаlarni o'zgartirib berishim kerak edi. Ofisda bir oy davomida yo'q bo'laman. Uchitchi nimaga yo'q bo'laman? Chunki bir oy yangi yilga bizga dam berishyapti. Haqiqiy sabab aytishyapti. Sentrda переводчикlar uchun pul yo'q deyishyapti. Bugun bizning serial, bizning yangi qismi chiqdi. Hozir ishxonada uni ham ko'rib o'tirdim, redaktorga qilib. Shunaqa. Qanaqa sentrda ishlashligimni har doim so'raysizlar. Qanaqa ofisda? Endi pulni videoga olishga ozgina xijolat bo'laman, chunki odam juda ham ko'p. Bu Yangsangdagi chet elliklar markazi, ya'ni Koreyadagi o'zbek, qozoq, qirg'iz, Vyetnam, Myanmar, Kambodja, короче, hamma davlatlar uchun. Aslida bizda переводчиклар faqat 5 ta davlatdan bor: Indoneziya, O'zbekiston, Filippin, Kambodja, keyin Vyetnam bilan Nepalniki bor. Qolgani koreyslar ishlaydi. Bu yerda nima qilamiz? Men misol uchun Qirg'izistonlik, O'zbekistonlik, Rossiya yoki O'zbekiston fuqarolariga переводчиклар qilaman. O'zbek tilidan koreys tiliga, koreys tilidan rus tiliga masalan. To'g'risini aytsam, ish unaqa qiyin emas. Qilgan o'rgangan bo'lsa. Ba'zida bo'ladi, 5 soat tinmayman, chaqimdim. Ishoninglar, mendaqa baysidigan odam ham charchab qoladi. Короче, bu hafta men o'z aslida mukbang video olmoqchi edim, lekin mukbang uchun imtihonlar sabab topa olmadim. Ko'ramiz, menga sherikka yeyverish uchun kim kelar ekan? Yoki sizlar biladigan Nancy, yoki sizlar biladigan Mohisa. Kelasidan bittasini yoki ikkalasini ham bir vaqtda chaqirib, ko'pgina narsalar bilan meni mukbang qilgim keldi. Mukbang uchun yoqachi narsalarni qo'yib yeyish kerak edi, ammo uni o'zimga olmayman, qo'l bo'ladi-ku. Shuning uchun o'zimga sherik topshirib kerak. Ana videoni redaktorga yomon charchadim, lekin sababi soat 5gacha bugun subtitr yozganman. Menga o'zi o'chgan. Uni eshitib, yana перевод qilishim kerak edi, qo'yishim kerak edi dizayn animatsiyasi bilan. Voy bu odamlar nima dedi? Senga shu zararmi degan odam. Mana shu kepkamni nimagadir juda yaxshi ko'raman. Bu menga sovg'aga kelgan. Tashnay sovg'aga berishdi. Kстати, bu ham sovg'aga. Bu esa tug'ilgan kunimga qo'yimdan sovg'a. Randomda nima haqida video olishni bilmadim. Bu просто yakuniy videom bo'ladi. Aytgancha yangi hujjat qo'yib. Dadamni hujjasiga o'xshatgan. Razmeri o'zimga 5 razmer katta. O'zim XS ustum kiyman. Lekin kengroq oversize yaxshi ko'rganim uchun 2XL kelaverasizlar. Любой мужской do'kon topsanglar, menga yozurasizlar adresini, bemalol borib qilib beraman. Juda ham xo'rlandim, do'kon chorni hujjatdan yaqinda borib чувак borib pul qilaman. O'sha pul ham bor, женский отдел и мужской отдел bor. Lekin men постоянно женскийda aylanamanda, qarasam женскийda hech narsa topilmaydi. Topilsa ishi lибо
yozga futbolka topilishi mumkin. Bu juda ham qiyin narsa. Shundan bayram murskoy joyga olsam, o'zi turgan ekan. O'sha ikkitasini oldim. O'sha kiysam yoqdi, bunda oldim. Shunaqa qilib, yana murskoy joydan keyin o'tkazib qolaman. Bir necha kun oldim. Teguga borganim o'tgan hafta. Qora olgan sportivkamni arishtirib Shira xo'jaga. U ham murskoy do'kondan olingandi. Ish qilaman garderobimni 50% такой мужской одежда, 50% такой musulmonskiy anaqa iman girlda kiyimlari bor. Eng asosiysi iltimos, menga bundoq ideya berib turinglar, YouTube'ga qanaqa kontent olsam bo'ladi, nima sizlarga qiziq. Universitetdan tashqari, chunki universitetdan o'sha videolar juda ham ko'payapti. Ishim haqida ma'lumotlarni berganman, o'zim haqimda ma'lumotlarni berganman. Yaqinda mutlaqo bo'ladi. O'zimizning oilaviy sayohat seriali ketyapti. Yaqinda Sochiga boramiz. O'sha joyda vlog olaman. Agar xohlasanglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Shu bilan bugungi vlogimizni tugatdim. Mani kanalimga podpiska qilib qo'ying. Instagramdan, YouTubedan chiroyli kommentariyalar kutaman.